Assalomu alaykum qadrdonlar, obunachilar, sabah g'oyibona uchrashgan va xursandman. Azobchilar, mana bugun yana bitta savol berdim. Savolga javob beramiz. Bugun ota-ona bilan bog'liq va ajdodlar bilan ham ajdodlar haqida ham aytib bering degan. Ota-ona bilan xafagarchilik qanaqa asoratga olib keladi va ajdodlar bilan bog'liq qanday bog'liqlik bor ota-ona bilan deganlar va albatta chakralar haqida biroz ma'lumot bering deb aytibdilar. Juda ham chiroyli savollar. Albatta bugun sizlarga o'sha narsani chizib ko'rsatyapman. Bu chizgi bu nima uchun bilamiz, har birimiz tasavvur qilinglar, men sizlarga chizaman, chunki bizlar vizual kimdir kinestik, shuning uchun chizib ko'rsaman. Chizib yaxshiroq keladi. Misol uchun har birimiz mana bu tana daraxt bo'lsa, inson biz insonlar daraxt misoli. Misol uchun mana bu daraxt bizning hayotimiz. Mana bu daraxtning tanasi bizmiz. Siz hammamiz bizning daraxtning tanasimiz. Mana tana daraxtning ildizlari bizlarning ajdodimiz bo'ladi va yuqorisi albatta bizlarning avlodlarimiz, kelajak avlodlarimiz bo'ladi. Barglar bizning farzand, shoxlar bizning farzandimiz bo'lsa, mana bu mevalari bizlarning farzandlarimiz, nevaralarimiz, chevaralarimiz bo'ladi. Endi ota-onadan ko'pincha biz bilib yoki bilmasdan yoki yoshligimizda xafa bo'lamiz. Bizga misol uchun bloklar tushadi. Blok nima u bilamiz? Bloklar turlari juda ham ko'p. Birinchi blokimiz 4 xil blok bo'ladi. Birinchi ajdodiy blok, bu ota-ona bo'lishi mumkin. Mana bu ajdod bilan bog'liq bo'lishi, o'sha biz xafa bo'lgan bo'lamiz yoki o'zimiz ajdodimizni tanimaymiz va shu yerda bizlar shu nimada blok bo'lib qoladi. Va bu blokimiz bizni o'sha qandaydir yaxshi pulsizlikda yoki munosabatga o'sha bloklab qo'yib, hayotimizga pul kelmaydi yoki munosabatimiz yaxshi bo'lmaydi. O'sha paytda ajdodimiz qaysi bir ajdodimizdan xafa bo'lib yoki ota-ona xafa bo'lamiz. Yana hayotiy blok bor. Hayotiy blok bu qo'rquv va xafagarchilik bor. Bu qo'rquv va xafagarchilik bizlar o'sha ajdodlarimizdan amma, xola, yaqin qarindosh odamlardan xafa bo'lishimiz yoki bir nimadan qo'rqishimiz, albatta bular hayoti tug'ilishimizdan hozirgi holatimizgacha kelgan hayotimizdagi barcha bloklar, bular hayotiy blok deb aytiladi. Yana bloklar bor, hozirda dualniy blok degani bor. Dualniy blok nima degani? Dualniy blok, sizni blokingiz bor, siz ota-onadan xafasiz, lekin siz tan olmaysiz. Aytasizki, men otamdan, misol bolaligimizda bizning ota-onamiz, misol siz ota-onangiz qanday nimani xohlagansiz? Oddiy bir qiz bola bo'lsa o'yinchoq olib berishni xohlagan, lekin ota-onasi puli bo'lmagan, yoki ko'ylakcha xohlagan, uni ota-ona olib bermagan, qizcha xafa bo'lgan. O'sha narsa ong ostiga dastur bo'ladi, onadan xafa bo'lish nimasi programmasida qolib ketadi. Chunki o'sha paytda o'ylaydiki, men xafa emasman dedi, lekin u xafa bo'ladi. Keyin u yillar o'tib, biz katta bo'lamiz. O'sha bizning ong'osli xafagarchiligimiz bora kichkina xafagarchilik, katta xafagarchilikka nima qilib, hayotimizga o'sha narsa rol o'ynaydi. Keyin biz ota-onadan xafa bo'lamiz, keyin maktabda biron kishidan xafa bo'lamiz, keyin boshqa insonlardan, keyin turmush o'rtoqdan, o'sha qaynonadan xafa bo'lib, bizlar o'sha kichkinagina nimani, o'sha kichkina baliqchi desak, kattagina baliq yegandek shunaqa tasavvur qiling, shunaqa bizning kichkina muomala katta muomalaga aylanadi, o'zi avtomatik shunaqa bo'ladi. Shuning uchun munosabatga qiynalamiz, shuning uchun ota-ona bilan xafagarchilik, misol uchun aytiladi, otadan xafa bo'lsang, yo farzandingdan, yoki turmush o'rtog'ingdan, qizlar aslida bu haqiqat. Men haqiqatligini o'zim yashab o'tganman, tushunaman bu narsani, keyin tushunganman, savol kelib kelganimdan keyin. Endi biz ota-ona, agar biz ota-onamizdan xafa bo'lsak, misol uchun ota-onamizdan mana qaranglar, bizda 7 ta ajdod bor, 7 ta ajdodimizni, birinchi ajdodimiz bu otamiz va onamiz bo'ladi. 2 ta ajdodimiz bor. Ikkinchi ajdodimiz buvamiz, shundaymi? Ular 4 kishi bor. Endi ular uchinchi ajdodimiz, albatta ular 8 kishi bo'ladi. Buvamiz buvasi shunaqa katta buvalar bo'ladi. Ular 8 kishi. Undan keyingisi 16 kishi bo'ladi. Undan keyin 32 kishi, keyin 64 kishi, keyin 128 ta bizning orqamizda ajdodlarimiz bor. Bizning orqamizda o'sha tomirimizda, o'sha orqamizda 128 ta ajdod bor ekan. O'sha biz agar ota-onamizdan xafa bo'lsak, endi mana bu tomirlar, mana bu tomir tasavvur qilinglar, mana bu bizning ota-onamizdan xafagarchilik, biz otamizdan yoki otadan xafa bo'lsak, bitta tomir xafa bo'lsa, uzilsa, biz tasavvur qiling, bitta qo'limiz sinsa, bitta qo'l bilan ishlay olmaymiz, shundaymi? Misol qanday ishlaymiz, lekin ko'p ishlay olmaymiz.
Shunaqa yo'q bitta oyog'imiz bo'lmasa, misol uchun, yo'q bitta ko'zimiz bo'lmasa, bir tarafimizni kesib tashlasa, misol qasroqing, bir tarafingizni kesib tashlasa, 1,5 tarafingizda qanday yurasiz? Shuning uchun ham bizlar shu daraxtimiz agar shunaqa narsa bo'lsa, kesilsa agar yoki o'tadan yoki onadan o'sha narsa inson qandaydir majbur qo'yadi yoki bizning xafagarchiligimiz, ota-onada xafagarchimiz, misol uchun mana bu qurtlarga o'xshaydi. Daraxtni nimasini qurt yeydi-ku, o'sha qurtga o'sha qurt yeb oxiri mana bu nimalar quriydi, daraxtlar quriydi, shundaymi? Bizning ajdodlarimizdan quriydi. Demak, ana shu narsa bizning ajdodlarimiz, biz ota-onadan xafagarchilik albatta bizning ajdodlarimizdan bog'liq bo'lgani uchun ham biz ota-onadan xafa bo'lsak, hayotimizga yaxshi emas holatlar sodir bo'ladi. Nima uchun? Chunki qaranglar, yana chakra bilan birdan aytib boraman. Bizda har bir insonning energetik chakra bor. Chakra bilamiz, 7 ta chakra bor. 7 ta chakra insonda bor. Hozirda bu narsa juda ham dolzarb bo'lgan. Birinchi chakra misol uchun muadhara, qizil chakra, 1, 2, 3 bu yer chakrasi, 4, 5, 6, 7 bular osmon chakrasi. Qarang, 1, 2, 3 bu ona bilan mana bu yerda bunday bo'ladi. Misol uchun farzandimiz bilan mana bu yerda mana bu 1, 2, 3 na 3 gacha bir yer bo'lsa, mana bu 4 dan keyin yuqori 7 gacha nima osmon nimasi u bizning farzandlarimizga bo'ladi. Shuning uchun 3 gacha misol uchun ota-onadan xafagarchilik misol uchun munosabatga deyiladi. Munosabat ikkinchi chakra bu munosabatga javob beradi. Shuning uchun ham bizning o'sha agarda biz ota-onadan xafa bo'lsak, bizlar munosabatimiz yaxshi bo'lmaydi. Chunki bizning o'sha ikkinchi chakramiz ishlamaydi. Mana shunga bizning ikkinchi chakra ishlamagani uchun, yaxshi ishlamagani uchun ham biz xafagarchi, otadan xafa yoki onadan xafa bo'lib, bizning ikkinchi chakramiz ishlamaydi. Unga qandaydir nima yetmaydi, energiya, bular energiya yetmaydi va albatta munosabatimiz ta'sir qilib, munosabatimizga o'sha narsa yo'q qo'yadi. Ikkinchi chakra yo'qilgandan keyin bizning turmush o'rtog'imiz bilan munosabat yaxshi bo'lmaydi yoki hayotimizga yaxshi xohlagan orzu qilgan turmush o'rtoq kelmaydi, shunaqa holatlar bo'ladi. Endi 3-chakra bilamiz, pul chakrasi. Pul chakra agar biz otadan xafa bo'lsak, pul chakramizga yopilib qoladi. Pul chakra yopilib qolgandan keyin albatta bizlar o'zimizga o'sha ota-ona bilan xafa bo'lgani sababli bilmagan holda o'ngsiz ravishda bo'ladi yoki o'ngli ravishda, bilgan yoki bilmagan holda o'sha biz xafagarchiligimiz albatta bizni pul chakramizga ta'sir qilib, 3-chakraga ta'sir qilib, albatta pulga yopilgan bilamiz. Endi 3-chakra, 3 gacha misol uchun birinchi chakra energiya. Energiya nima? Yerdan energiya olamiz, shundaymi? Demak, bizda orqamizda 128 ta ajdodimiz bizga energiya berar ekan, bizga kuch berar ekan. Bizning ajdoddan ajdodga kelayotgan taqdirlar bor, shundaymi? Har bitta qonimizdan, denkamizdan ularning hayotini yashagan hayotlari bizlarga keladi. Ko'pincha bizlarga hozirda misol uchun kambag'alchilik, yo'qchilik, qiyinchiliklar deb aytamiz, shunaqa narsa yaxshi holatlarni bular qayerdan kelgan? Ko'pincha bizda yetishmovchilik programmasi bor. Yetishmovchilik ana shu bizning ajdodlarimizdan kelgan. Bizning ajdod vaqtiga misol uchun 40-yillik urush paytlari bo'lgan, yetishmovchilik bo'lgan, non bo'lmagan, ovqat bo'lmagan, qiyinchilik bo'lgan. Lekin hozir bizda hamma narsa bor, dunyoda hamma narsa bor, lekin baribir bizga nimadir yetishmaydi. Kimgadir pul yetishmaydi, kimgadir sevgi yetishmaydi, kimgadir bir baxt yetishmaydi, kimgadir mashinasi yo'q, kimgadir bir uy yo'q, bir nima. Har bir insonda bitta kamchilik bor. Bu kamchilik qayerdan kelgan? Bu kamchilik albatta bizning ajdodlarimizdan kelgan bo'ladi. Bizning ajdodlarimizdan o'tgan o'sha kamchilik, yetishmovchilik bizning hayotimizga ta'sir qiladi va bizda shuncha dunyoda shuncha pullar, bor, chek, hamma narsa bo'lsa, baribir bizni bir narsa yetishmaydi. Yoki baxt, yoki sevgi, yoki pul, yoki bir nima, munosabat bir nimalar yetishmaydi. Shuning uchun ham albatta, misol uchun qalb 4 bu, qalb bu farzandlardan xafagarchilik bo'lsa, misol uchun qandaydir nimada xafa bo'lsak, bizning shu chakralarimiz yopilib qoladi. Qandaydir o'zimizda odamlardan, atrofimizda odamlardan xafa bo'lsak. Endi bularni yechish uchun albatta biz raskopkalar qilishimiz kerak. Misol uchun men psixologiyada, misol uchun men o'zim ong ostida ishlovchi psixologman. Men o'zim shuni nima bilan ishlayman? O'sha bloklar bilan ishlayman. Ong ostida o'sha kirib, o'sha ong ostida ajdodiy bloklarni yechgandan keyin, ota-ona programmani yechgandan keyin, o'tmishdagi programma yechilgandan keyin avtomatik hayotingiz o'zgaradi. Bu haqiqat.
Bilasizmi, bu narsani o'zim misol qilib kelgandan keyin insonlarni kuzata boshladim. Chunki men kuzatuvchiman, o'zi juda ham oldin misol qilib kelgan psixolog kuzatuvchi bo'ladiganda men o'ylaganman, qanaqasi kuzatuvchi nima degani, insonlarni qanday kuzataman deb aytasizlar. Hozirdan keyin o'sha inson hayotimizda ko'rgan narsalarimiz ongimizga qoladi. Misol uchun endi men o'qigan sari, inson o'qigan, bilib olgan sari insonlar o'sha kuzatuvchi bo'ladi. Yoki o'sha o'tgan hodisalarni eslaydi. Misol uchun mana aytdingiz-ku, ona qanaqa bo'lsa, qiz shunaqa biladi. Onasini ko'rib qizni bizga hozir psixologiya endi o'rgatayotgan bo'lsa, eskilardan psixologiya bo'lmasa ham ular shunaqa bilgan. Oldinlari onani ko'rib qizni ol degan. Shunchaki bizda hozir nima bo'ladi? Hozir tez bo'ladi. Uyini ko'rib qizni ol degan. Ko'pincha bizlar boylik, davlat va qiz u falonchani uyi chiroyli ekan, mashinasi bor ekan deymiz. Qandaydir insonlarni ularni 7 ajdod oldinlari qanday 7 ajdodni so'rab, ularni zotini so'rab keyin qizni bergan. Hozir zotiga ham qaramaydi, ajdodiga ham qaramaydi, ota-onaga ham puli bormi bo'ladi. Mana shu uchun ham bizga ajrashishlar, qandaydir yaxshi emas holatlar bo'lyapti. Bilasizmi, misol uchun boy deganda bizda tasavvurimizda boylik bu puli bor odam, uyi chiroyli bo'lsa, mashinasi bo'lsa, puli bo'lsa u boy deb o'ylaymiz. Bir ishxonasi bo'lsa bu boy deb o'ylaymiz. Aslida boylik u uy, mashina emas. Aslida boylik bizning ong ostimizdagi boylik, bizning fikrimiz, bizning so'zlayotgan so'zimiz, bizning harakatimiz, bizning har bitta qilayotgan holatimiz mana shu bizning o'qigan kitoblarimiz bu bizlarning boyligimiz deb hisoblanadi. Lekin bizda nima bor? Biz tashqi olamdagi boylikni ko'ramiz, lekin ichki olamdagi ichi qashshoq bo'ladi. O'sha ko'pincha insonlar o'qimagan, bilim olmagan insonlar, bu faqat mehnat qilib pul topgan insonlar, ayrim insonlarni ichi qashshoq, lekin tashqi olami boyga ko'rsatish mumkin. Lekin inson qancha harakat qilsangiz ham, siz o'qimagan, bilim olmagan bo'lsangiz, agar siz o'zingizga bir mana bu miya bor-ku, nima bo'lsa o'shani ko'rsatadi insonlarga. Insonlar ko'zma shuni tushunmas edim. Hozir tushunyapman. Oddiy, misol uchun bir kishi gapirsam, shunaqa o'zini kibrli, qandaydir o'zini bo'yda ko'rsatib bir nima qilsa, ikki og'iz gapirsam uni bilaman. Uni ichki olamini tushunib yetamanki, demak uni tashqi olami boy, lekin ichki olami qashshoq. Ichki olamda shunaqa nafrat, g'azab, alam, bir nimalar ichi qaynab ketyapti negativlarga, lekin tashqi olamda o'zini yumshoq supurgida ko'rsatadi. Ichki u vulqon borda, shunaqa negativlar, bir alam, g'azab, qandaydir baxillik nimalar borda, o'sha insonlar ikki og'iz gapirganingizdan keyin tushunib yetasizda. Men aytamanki, rostdan ham insonlar keyin tushunib yetdi. Oldinlar men buni tushunmasdim. Men ham o'zimga ham o'qimagan holatda oldimda boyni boy, bu boy ekan, bu kambag'al ekan deb tushunasdim. Tashqi olamni boyligini ko'rasdim. Hozirda men faqat ichki olamni go'zal boyligini ko'radigan bo'lganman. Chunki men o'qib bilim olganimdan keyin tushunib yetdim. Kitoblar o'qib boshlaganimda, demak, bizning ichki olamimiz boyisa, bizni tashqi olamimiz avtomatik boylikka naqabladi. Agar siz tashqi olamingizni, boyligini agar ko'z qilib, misol uchun mana hamma chet eldaman, bizlar chet eldaman, masalan chet elda ishlayman, oyligim bilan uy qilaman, ishlayman, mashina olaman, uy qilaman, nima qilaman. Lekin men qanday o'zim o'qib bilim olmasam, o'sha uy, mashina nima bo'lsa ham, misol uchun ular nima u tashqi nima? Ular bo'lishi mumkin, uyi chiroyli ekan, uyi bor ekan, qasr ekan, nima ekan, lekin xarakteri insonni qanday chidab bo'lmaydi. Qaynonalar bor, shundaymi? Ularga chidab bo'lmaydi, ular qandaydir o'zi vaqtiga qandaydir kambag'al bo'lgan, to'g'risi haqida aytaman, kambag'al bo'lgan, endi o'zi chet elga borib ishlab, ikki uyni chiroyli qilib, endi o'zi boy abetdan keyin boy deydi-ku, abetdan keyin boylar shunaqa bo'ladi, abetdan keyin boylar deydi. Boylar ham turlari juda ham ko'p. Saxiy boy deydilar-ku, yoki och ko'z boy deydi, bir nima boy deydi. Nima uchun? Nima qiladilar? Chunki insonlar oldinlari qanday ko'rmagan insonlar, endi boy bo'lgandan keyin odamlarni mensimagan insonlar ham bor ichimizda. Bu haqiqat. Shunaqa insonlarda ko'pincha o'zini yaxshi ko'rsa, lekin uyga kelganingizdan keyin, ichiga kirganingizdan keyin, qanday gaplashganingizdan keyin yoki bilan yashaganingizdan keyin qanchalik boy emas, unaqasi tashqi olam boy bo'lsa, ichki olamda qashshoq ekanligini tushunib yetasiz. Shuning uchun ham bizda ana shu narsani rivojlanish uchun ham, ana shu narsani ichki olamimizni tozalash uchun ham raskopkalar olish kerak. O'sha bloklarni yechish kerak. Misol uchun birinchi chakra bu energiya, yer energiyasini bog'lab bo'ladi. Siz yerdagi energiyangizni, o'sha energiyani olgan yechganingiz, bir chakra yechganingizdan keyin ajdodlaringiz bilan munosabatingizni muammo yechganingizdan keyin o'sha energiyangiz ochiladi. Sizning birinchi chakrangiz ochiladi.
Misol uchun ikkinchi chakra albatta biz ota-ona bilan munosabatda erkaklar bilan ishlasak agar albatta erkaklar bilan ishlasak agar bizni ikkinchi chakramiz munosabat erkak ota bilan ishlasak bizni ikkinchi chakramiz bunaqasi ochiladi. Va uchinchi chakra albatta ona bilan ishlasak yoki o'sha pullar bilan ishlaymiz. Albatta biz ota-ona pullar ishlaymiz. Albatta blok yechgandan keyin o'sha avtomatik bloklar ishlaydi. Yoki qalbingizga u 5-4 chakra qalbga beradi. Qalbingizga, qalbi qanaqa u ham sizning qalbingiz insonlar munosabatni aytiladi. Erkaklar bilan ayol atrofdagi muhitlarni misol uchun o'sha kimdan xafa bo'lgandir, kimdandir qanaydir insonlarga qo'rquvlaringiz bor, o'sha narsani ishlagandan keyin albatta o'sha bloklaringiz yechiladi. Va mana tomoq chakrangiz, tomog'ingizga birovlarga ayta olmaysiz dardingizni yoki o'zingiz ijod qila olmaysiz, o'zingizga ruxsat bermaysiz. Mana shu paytda tomoq chakrangiz yopilib qoladi. Sizni o'sha tomog'ingizga bir narsa tiqilayotganday biladi. Odamlar voy tomog'iga bir narsa tiqilyapti, bir jodu bor ekan, kim narsa bor ekan deydi. Hozir juda ham ko'payib ketdi, sehr jodu bir nima deydi, lekin u narsa unaqa emas. Tomog'ingizga tiqilib qolgan narsa, birovga dardingizni ayta olmaysiz. Ichingizda aytmayotgan dardingiz ichingizda bu chakrangiz, 5-chakrangiz yopilib qoladi. Shuning uchun tomog'ingizda har bir narsa tiqilayotgandek bo'ladi. Chunki siz o'sha qaynoqdan xafasiz, ayta olmaysiz. Eringizdan xafasiz, ayta olmaysiz. Yoki qo'shningizdan ayta olmaysiz. Yoki ota-ona xafasiz ayta olmaysiz. Tomog'ingizga tiqilib qoladi. 5-chakramizga o'sha yopilib qolishi uchun shunaqa tomog'ingizga qandaydir bir narsa tiqilgandek bo'ladi. Biz nima qilamiz? Unda hada folbinga borib chopamiz, jodu podu deydi, bir nimalar deydi. O'zimizni yo'q narsani, instinkt bir nimalarni, o'zi yo'q narsani o'zimizga ichimizga solib olamiz. 6-chakra intuitsiya. Intuitsiya avvalambor hamma insonda intuitsiya bor, lekin bizning intuitsiyamiz yopilib qolgan. Nima uchun bizning intuitsiya bor? Hammaga bor, lekin yopilib qolgan. Ayrim payt ko'rsangiz, o'zingiz misol uchun shu narsa shunaqa bo'ladi, shu yerga oyog'im tortmayapti deysiz, shuna borasiz, shu bir narsa borgan paytingizda bir hozir men aytgandim, ichimda o'tgan deysiz. Ana shu intuitsiya deb aytiladi. Aslida intuitsiya hammaga bor, faqat u intuitsiya yopilib qoladi. Shuning uchun chunki bizni ichimizga ko'p negativ so'zlar, qanaqadir har bir xafagarchilik, nafrat, g'azab, alamlarning ichiga o'sha ichimizda hayotiy blok bo'lgani uchun ichimizda hayotiy bloklar turli yo'lda qaynoqdan xafamiz, erdan xafamiz, atrofdagi olamdan biz atrofdagi olamdan xafa bo'lamiz. O'zimizni qandaydir tushunmaymiz. Aslida biz tashqi olamdan, muammoni ham tashqi olamdan izlaymiz, sevgini ham tashqi olamdan izlaymiz. Hamma tashqi olam izlaymiz. O'zimizga e'tibor bermaymiz, qalbimizni tinglamaymiz. Shuning uchun ham biz shu chakramiz yopilib qolgan bo'ladi va biz albatta hayotiy blok ochgandan keyin, blokni yechgandan keyin blokni ham hayotingiz go'zal va farovon bo'ladi. 7-chakra Alloh bilan bog'liq bo'ladi. Qandaydir bu qanaqa bo'ladi? Alloh bilan bog'lig'imizni bilasiz. Alloh har doim ongsiz ravishda noshkurlik qilamiz. Misol uchun hozirda mana oilangiz Allohga shukr, farzandingiz yoningizga bor, oilangiz bor. Hozirda biroz maoshingiz yetmayapti. O yeyishga ovqatimiz bor, lekin noshkurlik qilamiz. Chunki biz boshqasini ko'ramiz. Nima uchun men kambag'alman? Nima uchun pulim yo'q? Nima uchun mana uyim yaxshi emas? Nima uchun qo'shnimning uyi yaqinman? O'sha bu narsa bizlarni o'zimiz o'z ustimizga ishlamaslik, o'zimiz harakat qilmaymiz, lekin nima uchun Xudo menga shunaqa bergan? Nima uchun mana ota-onam shunaqa qilgan deb biz Allohdan yoki ongsiz yoki ongli ravishda, yoki bilib yoki bilmagan holda noshkurlik qilamiz. Shuning uchun bizni o'sha 7-chakramiz yopilib qoladi. Albatta buni ham ochganingizdan keyin Alloh bilan har bir bizda hozir nima muammo kelyaptimi? Shu kitoblar o'qiganimdan keyin tushunib yetdim. Hammasiga xayr bor ekan. Shuning uchun men har doim hammasiga xayr bor. Nimaga kelishdan qaytmasa xayr bor. Chunki Alloh birinchi o'rinda sevgan bandalarga muomala berar ekan. Keyin sizni kuchingiz yetadigan darajaga muomala berar ekanki, sen o'sha muammoni yechasan, o'tasan va boshqalarga namuna bo'lasan. Biz misol o'zimizni bizga kelgan muammoni yechasiz. O'z muammo siz o'sha misol uchun yechasiz o'sha muammongizni va boshqa sizga o'xshagan boshqa insonga qara, menga bo'lgan edi. Men shu yo'ldan o'tganman. Mana shunday qilsam mana buni siz yo'l boshchi bo'lasiz. Chunki Alloh bizga shuning uchun bizga muammo beradi. Lekin biz buni bilmaymiz. Qarz ustiga qarz ustidan qarz olamiz. Nima uchun? Chunki qarzga kirib ketamiz. Chunki bizlar o'sha negativ ostimiz bloklarimiz bo'lgani uchun ham shunaqa chakralarimiz yopiq bo'lgani uchun ham biz o'sha bloklarga kirib ketganmiz. Qarz biz o'qimagan, bilim olmagan, sir sinoatini bilmagan uchun ham biz qarzga botib ketamiz, lekin yana nima qilamiz? Allohdan ongli noshkurlik qilamiz. Nima uchun mana hayotim bunaqa, nima faloncha bunaqa, bunaqa, nima unday deb har doim noliymiz mana shu 7-chakramizga nima bo'ladi? Yopiq bo'lgani bo'ladi.
Endi mana bu ota-onadan xafagarchilik demak bizning ajdodlarimiz bilan bor ekan. Keyin ana shu tushunib yetdimki, bizning ota-ona bilan o'tmish bo'ladi. O'zi o'tmishimizdagi hayotimiz, misol uchun hayotimiz bo'ladi va mana bu 4-chakra 5-6-7 bular kelajagimiz bo'ladi. Demak, mana bu bular o'tmishlar, bular bizning kelajagimiz. Shundaymi? Bizlar o'tmish bilan kelajak bo'ladi. Albatta, orqamizda 128 ta ajdod bor. Agar biz o'qisak, bilim olsak, agar biz o'sha bloklarimizni yetsak, agar biz o'sha ajdodlarimizdan panoh so'rasak, o'sha ajdodlarimiz bizga yordamga keladi. Biz faqat bu uchun avvalambor ota-onani rozi qilish kerak. Ota-ona bilan bizlar o'sha, chunki mana bu tomir, qalin tomirki, ular ketin bu o'ng tomonda misol uchun ota, chap tomon 7 ta ajdod otada, 7 ta ajdod onaga, ana shunaqa qilib ular bizlarni qandaydir o'sha qalin, o'sha qanaqa ilmoq bo'ladi. Ilmoqdan keyin spochkalar bo'ladi. O'sha ilmoq yopiq bo'lmasa, qattiq bo'lmasa, u spochka uzilib ketadi. Shuning uchun ham o'sha ota-ona bilan biz ishlaganimizdan keyin albatta bizlar ota-ona bilan bog'liq programmani yechib, ota-ona xafa bo'lmasdan, ota-ona qandaydir bizlar, men ko'pincha raskopka qilaman. Raskopka qilgan paytimda men otamdan xafa, o'zim shunday deb otamdan xafaman deb aytaman, aytgan bo'laman. Lekin biz o'sha ota-onani yaxshi jihatini ko'rmas ekanmiz. Bizlar qachon bir insonni xafa bo'lsa, uni faqat yomon jihatini ko'rar ekan, bizning ongimiz yaxshi jihatini ko'rmas ekan. Ishonasizmi, men o'zim ongsiz ravishda otamda shunaqa xafa bo'lgan ekanman, bilmayman. Xafa bo'lganman, otamni hech biror marta yaxshi jihatlarini ko'rmagan ekanman. Ustozimiz shunaqa raskopka payt qanaqa yaxshi jihatini bir yozdim, rasqonaqalar bir gala otamning yaxshi jihatlari, otamning qanday otam ishlamagan desa, shunaqa bir yerlarga ishlagan, aeroportda ishlaganlar, nimaga ishlagan, men shuncha joyga ishlagan ekan. Nima uchun meni aqlim negativga, chunki bizlar negativga bog'lab qolgan. Men как будто ishlamagan. Axir bitta onam ishlagan, onam qiynalgan, onam bilan nima uchun biz ko'pincha ayollar o'zimiz ishlaymiz, o'zimiz jetva ko'rsatamiz, biz erimizni qandaydir uni yaxshi jihatini ko'rsatmaymiz. Ana shuning uchun ham to'g'ri ota-onalarimiz ham o'zi soddaligidan shunaqa ekan, lekin biz ko'pincha biz ham shu narsa qilyapmiz. O'zimiz ham qandaydir mana men ishlayapman, men mehnat qilyapman, otang ishlamaydi, unday bunday deb bu narsa shunday deymiz, farzandimizni oldiga erimizni yoki mensimaymiz yoki erimizni qanday gapiramiz yoki yig'laymiz bolamiz oldiga, ering otang unday bunday deb ular keyin bolalarning o'ng'osiga dastur bo'ladi. Demak, otang shunaqa ekan yoki onam shunaqa ekan deb dastur, onasi yo'q, onaning xotinini yomonlaysiz, bolaga keyin onam shunaqa yomon ekan deb va u albatta avtomatik miyasiga dastur bo'ladi, yoki otadan xafa bo'ladi yoki onadan xafa bo'ladi va u o'sha hayotida bir umr o'sha hayot munosabatida blok paydo bo'ladi, yoki pulga yoki munosabatga yoki o'sha ishiga, masalan men 5-chakra tomoqchani ish bilan bog'liq, ishiga, o'sha qandaydir sayohatga bir yo'lga chiqolmaydi, 4-chakralar o'ziga ruxsat bera olmaydi, qo'rquvlari bor. Nima uchun? 4-chakra yopiq bo'lgani uchun ham ana shunaqa holatlarga kelasiz. Agarda siz ham o'zingizni shunaqa bloklaringiz bo'lsa, blokni yechmoqchi bo'lsangiz, albatta murojaat qiling. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Sizlarga agar o'zlaringiz savollaringiz bo'lsa, albatta savollaringizni qo'yinglar. Masalan, qo'limdan kelgancha javob beraman. Albatta like bosishni va podpisatsiya bo'lishni unutmanglar. Barchangizga yaxshi kunlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.